Diqqat, pensiya oluvchi fuqarolarga ajoyib xushxabar. O'zbekistonda ish staji yetarli bo'lmasa ham pensiya tayinlanishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, ish staji bo'lmaganda ham pensiya tayinlanishi mumkin. Bunda fuqaroga ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi pensiya bor stajga mutanosib miqdorda tayinlanadi. Ya'ni bugungi kunda talab etiladigan ish staji erkaklar uchun 25 yil, ayollar uchun esa 20 yilni tashkil etadi. Lekin ish staji 7 yildan ko'p va yuqorida qayd etilgan stajlarga yetmasa ham fuqarolarga bor stajlariga mutanosib ravishda pensiya tayinlanadi, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz keng tarqalib barchaga borishligi uchun like bosishni unutmang.